O'sha Said Qutbning gapi har doim menga yoqadi. Qur'on soyasida yashar ekanman, xuddi Xudo men bilan gaplashayotgandek bo'ladi deydi. Tasavvur qiling, Xudo sizga gapirib beryapti. Xudo sizga aytdi, bandam mana qil, bandam mana qil, bandam endi mana qil. Buni his qilish, hozir men gapiryapman, lekin buni bir his qilishni bir tasavvur qiling-da, borliq cheksizlik bilan tutashishni bir tasavvur qiling. Bu haqiqiy bo'lmaydi. Bizda buni mingdan, milliondan, milliarddan biri bo'ladi. Lekin shu milliarddan biri bo'lganda ham biz hovliqib ketib qolamiz. Ana bir nima bo'ldi deyoramiz. Lekin haqiqiy tutash nasib qilishi eng katta baxt shu, eng katta rohat shu, eng ulug' ne'mat shu. Bu o'sha sekundis milliard asrga tatiydi. Cheksizlikka tatiydi-da endi. Ko'p nima qilmadi bu, ya'ni o'tib ketib qolmay, kirib ketib qoldi. Hozir yo'q.